Namı dastan qadam yetken hamma yerda. Bizga hamron nega borsak bu sarkarda. Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tojdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni o'zlaringlarda bo'layotdi. Men Abdulla Abdurahim. Har qanday odamning hayotida esidan faqat chiqmaydigan bir hayot bosqichi bo'ladi. U balkim bolalikda yoki savodashlikda yoki sapdashlikda degandek. Bunun guvaç bo'lgan Amina Ömer to'g'riliq bir paralashmoqaylik. Endi Amina to'g'riliq gap qilsak, sen gap qilsang bo'lmaydi-ku. O'zi maqtagan, birinchi aqmaq, xotini maqtagan, ikkinchi aqmaqdan boshqa bir aqmaq bo'lib qolasa. Men deb baqaymi, Muxtar deb baqsinmi? Sen deb baqsin. Amina to'g'riliq gap bo'lib qoldi. Bu sinfda doim deydigan bir gapimiz bu. Abdullah'nınki şu bir qatam menga ranjigandan boshlab bir dey. Bu ranjigani qasdan ranjish emas, chaqchaq qilib ranjigan-ku. O düşüyor dedi bir kuni Abdullah, ha desam, bu men Aminani olaman deb shunda ozlab, amallab kundib ishlab yurib olsam, sen deydi ekansan, men siz deydi ekanman. Dedi bu. Şunu ben dedim, bu ishqinglar shu muhabbatlashib endi. Bunga men aralashmadim, lekin Amina bilan yaxshi saboqdash. Bu nemish qilib, Amina men sen deydigan bo'lib qoldim desa, bu böyle itotilda ko'pincha biz Amina chiqib boshqalarni qo'ynaymiz. Unda bo'lgandan biz resmi bu sellishib o'tayotgandan keyin sen kelding. Bütün başrolni ham men ma'noli o'ynadim. Lekin keyinda Aminani bo'ylab oldim. Hem Amina'mı bizim sınıftaki savaşlarımızın içinde şu en oldun Katar'da mangal münevver savaşlarımızın birisi hem de bayan muhtardan da yok. Biz ekranga çıkmaya vakılda Amina şu an en çağda bizim Tianşan Kino Stüdyosu'nda işleyen bir komediyelik bir çoğun tuttuğu kinoda, Teogon Kamışlı'nın bir kinoda başrol oynayan. İsimli kılıçça ben şu vakıda kino diyen kanda olduğunda da koşulup bizden öyle bir ammavi artist Katar'da birip sen de bir dapçetlerge isimli var. Şu vakıda bana şu kinonun özde. Şu kino to'g'riliq bizning grupadagi bolalar bir kichik pendan tayyorlabdi. Biz uni ko'rib baqsak hozir esimizga kelishdi. Amina şu vakıda kızlarımızda işte tuncu kıtın. Orası bizim kızlarına açıdımı çoğun kinoda rollap bakallar şu sen bak kaldın o da mazık hiç onun bir şey yok. Çıkılıp şu vakıda şaraytıda mı Sılımı bek yaxşı ötken onun deyken bana vakitlik perzentlerin oldu aylanlı şunda yaxşı oldu. Rahmet da işte. Amina lekin ben Besat'ta ben sen öküngen şu. Nemeden dese bu çünkü bizimki kızlarımızın içinde naiti yaxşı bir aktörtü bu. Artık bu senden toktap kaldı. Çıkma demez çıktı. Anında sende çıktı. Lekin bu ızçılmışlık kılış gerekti şu. Hemen desat bu neymiş ki bunda kıldıgan da Abdullah zulüm silip çıkmaysa. Unda o emes degense belki ya Abdullah unda eskime emesti. Belki Abdullah'nınki muş kesbini tekim rivojlandirish uchun o'zi qurbonlik berib, Abdullahni sende ko'tarib chiqib o'tibdi deb qaradim. Buni nima deb qildim desang, ayinchaqda men seni kechiligingga bordim, gulga chiqardim xo'ras. Shu vaqtida men seni kiyimingga diqqat qildim-ku, Aminaniki uning ustiga shunday tikishlikdimi buniki, laylashchatimi bu talanti bor. Anda bo'lgandiki shu vaqt qarsam, sening kiyimingni hatto endi yenadiki Mo'minjon bilan yana ishkalarning kiyimi bichi o'xshash turdi. Cho'qim Amina qilibdi deb men birsini so'radim. So'sam Amina qilib turibdi. Demak, şu sana kiyim-kechakdan tortib, ashni tayyorlab, ashni qilishning o'zi bir oqsat bu-chu. Menimcha Aminaniki sen uchun to'lgan bedeli az emas. Bu jihatda bulapma shu kasb ufti qozongan bir erlar uchun mana shunda jon qo'ydiradigan sening mening ayolimdek shunda ayollar bo'lmasa, bu taraqqi bo'lmasa, xotnamagan ufmaysa uni. Sen yosh o'rnashsan. Demak, Aminaning demak o'g'lim şu sen üçün seni bojan her taraftan qo'llab quvvatlashiga o'zini qurbon qiladigan ma'vu ruhga men rasmiylik apini aytmay qolmayman. To'g'ri, amdaylik maktabda shu sen degandek shu bizning munosabatlarimiz oxirgi yilga borganda hamda maktabmi uning ruxsat qildi. Dastlabda o'quvchilar o'tirisida muhabbatlashishga bo'lmaydi, qattiq chin o'qish. Bizning vaqtimizda o'qish bak chiqdi. Haqiqatan tuzummi chiqdi. Şu ahirki yıllarga bağında özümüz oturursak münasebetini aydınlaştırıp mektepteki savadaşlarımız mı, malumlar mı onun gandı boptu dedi. Mışındak bu şu mektepteki vaktimizden tartıp bu bana nispeten naiti meyli o'qishdi bo'lsin, mayli turmushda bo'lsin, yaqin turdi shu mushu yaqinchilik uzun mezgillik aralashish bizning o'rtamizda bir o'rtaq til paydo qildi-da endi. Bir-birimizga ishonch, muhabbat shu ismni qilishchi mushu bir oxirgi yildagi bir tug'ilgan kuni bo'ldi. Mening tug'ilgan kunimga uning bir rasmlarimi uchrab qoldi. 10-ayning bir tug'ilgan-ku. Ha, 10-ayning bir
Ana bu mening tug'ilgan kunimdagi bir rasm ekan. Endikisi bizning savodishimiz xon qiz ekan. Mani ko'rmaychiman. Meni chaqirmabdi ekansan shu vaqtda. Sen bu bor rasmga chiqmay qolibsan. Matribda o'xshamdim men. Sen tortdingmi taxmish rasmni? Unda hammasi bor. Shuni ola bu shu kuni menga shu maktab hayotida bir tug'ilgan kunimga bir sovg'a taqdim qildi-da, adash. Bu sovg'a taqdim qildi, bu menga bek yarab ketdi. Chunki biz maktab hayotida hamda Ay soğuğunun üstüne alaydı deb kelsa. Chiqib bek ta'sirlandim. Chunki bu mush so'g'ini tayyor qilishga boshlaganiga necha oy, hatto 20 yilga yaqin o'qish bo'lgandan keyin o'zining qo'ldan kelishicha bir to'qimchilik bilan shug'ullanib ketdi-ku, baka vaqt o'stam to'qiydi, yana chuvitib, yana to'qiydi. Shuni o'ylab qarsam, tug'ilgan kunda buni akiribdi. Bu shu men kiyib olgan bu qizil mayk shuki. Tug'ilgan kuniga so'g'ilgan qizil mayk. To'qimchi qiz bilan padchigitning ikkalasi. Shu vaqtida endi o'quvchi bo'lash sifatimizni aytaman. Menda bir xil hayajon paydo bo'ldi. Rahmat. Gerçi mesela bazarga chiqsa ya 50 ko'yganlar ya 30 ko'yganlar uning pulini chijmasa, lekin men ajr qilgan narsa million o'tangdasiz narsa. Albomlarimni aqtirib baqsam, mushu albomning ichida biz to'y qilgan kunida men mushu maykini kiyib oldim. Boshqa maykang yo'qmi? Yo'q o'xshaydi. Ya ashini naydi bak muhim bilibman-da. To'g'ri, Shu to'g'ri. aqidani bak muhim bilibman-da. Shuning bilan shu maykini kiyib oldim-a. Adam başta bir turmuş ta'sir qildi emasmi? Bu maykini bakkaydi mushimi, voy bo'ldi, mushini bak kiyib ketdingiz, menga yarab ketgan o'xshaydi. Adash bu bir muhabbatdan pizgan narsa bo'lgan ekan. To'plamam tukansan sen, ha, jab ko'nglim keladi men. So'ng sharp to'qpas qanday bo'ldi? Hech qanday emas, kim güzel chiqdi shu. Juda chiqdi shu. Bu maykini ko'nglavami? Saqladimmi? Men saqlab qo'ygan buni. Gerçi ko'ndirib ketgan bo'lsa-mu, ishimizning tunji qitimqi bir-birimizga sovg'a taqdim qilgan ishimiz bo'lg'ashqa, uni ustiga buni Abdulla bek aytib olib ketgachga, ko'ndirib ketgan bo'lsa-mu, saqlab qo'ygan. Mana ko'rib ketmanglar. Bu maykini. Uzab ko'ray. Kega vaqtida ko'rgan buni. Ama aşırı Türk'ün bu. Ya ma'u bek tunish bu. Shu buning aqida bilan qilgan ish bo'lgandan keyin men o'zimni buni cho'ng bilib, hamda har qanday bir muhabbatlashgan yosh bolaning ashdan unutilg'isiz bir xotirlar bo'ldi. Keyin Abdullah Mozi debchi. Ashtadan Mozidan bir qilib, sen tikpagan, to'qpagan narsalarning hammasini chaplaylash. Shu hatto to'y kuni sami bor to'yda. Shu to'y kuni mushni kiyayotgan bu buni nayt evak aytib saqlaganning o'zimi men shunda o'yladim hamda bu Amina mening savoqdishim, ayolim, hozir hamda bolalarimning onasi bo'ldi. Uning ustiga uzun yil xizmatdash bo'lib ishladik. Menga bir tutgan pozitsiyasi, menga bo'lgan bir hurmati, muhabbati deb tushunaman. Bu Amina sen daha iyi bir narsani to'qib berib, tikib berib turam o'tamdi, sen ancha bir narsa olib beramdim. Yo, men berdim. Ey sen ash Aminaning pulini qayshab o'qishib turibdi ekansan. Topsamli kiyim olib berib o'tdim. Shu uningdan boshqa bu shu hozirgi kaygicha mening shu sahnidagi besimimni tuvaltish uchun hatto sahna kiyimlarini o'zi loyilab, o'zining ash qo'ldan kelishicha keч kunduz uxlamay degidek ashunda tayyorlab turdi. Qachon tug'ilgansan? Mushu qo'lim bilan har birsini mushtaq bu shaklini chiqarib olib turib, mushtaq tikib chiqqan. Kechalab uxlamay har bir Uni ustiga ulgutish kerak, vaqtmi biroz Abdullah sen bir ko'msan bo'lar, o'zing bilsan men bo'ladi. kiyib baqqanman. Resmi Jacksonnikidek chiqdi. endi Qo'longa detganmisan? rahmat. Boya savodashlarimiz degandek, buning haqiqiy menga bir chin dilidan kuyinishi bo'lmagan bo'lsa, balkim mening nurg'un ishlarim hozirgidek bir muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkin edi. Aqimizda bir nayt xushal kayfiyatimizni to'g'rilab turadigan, aqsab xizmatlarimizni yaxshi qilib turadigan bunday bir odamning bo'lganligi bir kasb egasiga nisbatan muhim o'rinda turadi ekan. Shunga ham savodishimiz bo'lgandan keyin Aminami o'zining bir ko'nglini bizga bir izhor qilib baqsa, yurak so'zlarini anglab baqsaq. Hozirgi yurak so'zlarini deyishmaganmi o'yda? Sen boya deyish baqmagan. Boyatdan sizlar deb o'tdinglar Amina kinoda dastlabda savodashlarning ichida rol o'ynagan, mayli naqshi bo'lsa ras degandek, menmo intayin o'zimning kasbini intayin yaxshi ko'radigan bir aktyor hem naqshi istammo xilqamlashtirib italaydigan bir naqshchi bo'lib ketdim.
u maktabni o'qish jarayonida u hammamizga ayon. O'zaro hammamiz tangtirishib, har jihatdan biz cho'qim natijalik o'qish bitkazsak, yaxshi yerga xizmatga o'rnanisha olamiz deb ayni chog'da talash tortishdi bizning sinfning shundoq bo'lib ketgan. Voy kino studiyasi oyoqdan, opera o'makmayaqdan yaxshi yerlarga intayin chiroyli hammamiz o'z joylarimizga yaxshi o'rinlashdik. Savoqdoshlikdan xizmatdosh bo'ldik. Intayin bek yaxshi o'tdi shu jarayon 1 yil. U yerdagilarga undan ta'sir berdik. Ikkimizning muhabbatlashganimizni chon tutmay cho'nglab deb zatat ashta qilib judoq. Tuyg'usiz voy bular yaxshi o'tadiga ajab bir oshkorlamabdi, voy to'y qilgan bo'pti dedi. Shu to'y qildik. Bu angacha dadi bo'ldi. Dadi bo'lgandan keyin bu yosh vaqtida to'qilgan narsa tarkib qoldi. Mani endi kiymang deb, buni men qanday saqlasam bo'ladi deb bir yostiqning qiytig'iga chiroyli o'raplashni ichiga sevatdim. Bo'lmasa mundaq bir tuqqanlarning mundaq bolalar kelib qolsa, voy kiyada berib etib qilishimiz mumkin. Shu oshning ichidan deb chiqdim. Qo'lanqal kamerasiniki mushun kelgan cho'paylik. Mushun men rost boshqa narsani har qanday o'zimning narsasini berib etishga rozimanki, buning narsasini berib etishga hargiz rozi emasman. Demayman hech kimga. Hatto bir tal yilib ketgan paypoqni tashib etishga shundoq ko'zim qiymay holatda ashnaq nim qilmayman. Bu bir shundoq cho'nqur muhabbatning bizningki buning bilan muhabbatlashishimizga sababchi bo'lgan har qanchalik esil savoqdoshlarim mushu ikkimizning muhabbatining quvvatchilari. Shunga bu odamni men shundoq aqida bilan shundoq yurgimning eng cho'nqur yeri bilan bo'ladigina buni tushundim. Bu balni shundoq yaxshi ko'rman. Uningki ichiga har qaysilarning kimi nimasi singan bo'g'ashqa shundoq yaxshi ko'rman. Demakchi. Demisimi bu o'liqma turmushda oila uchun, sen uchun to'lagan bedeller az emas shu. Gerçi jafo tatqinim bilan mayli turmushda mayli xizmatda bo'lsin, lekin turmushda ko'proq meningki vaqtim shu Abdullohninki kaynidagi oq sapdagi xizmatlarni qilish, bolalarni yaxshi tarbiyalab, buni xotirjam qilsam, endi bu bugungidek yaxshi natija erisha oladi. Shu ayollarning muhabbati shuni qaraganda chekdan eshib ketgan ekan deyman. Qara. Men shundoq his qildim. Faqat bu muhabbatning og'zini deb olsa. Lekin erlar yurkidi biladi demaydi. Og'zini deb olganda yurakni bilgan cho'ngrog'imga deyman men. Men uni odatda ifodalab bo'lgandan so'ng mo'shundoq bek cho'nqurlab ifodalab keng doirali qilibdi. Shu meni demoqchi bo'lganim shu, shundan qaraganda bir ayol kishining eng cho'ng burchi uyda bo'ladiki, oilada. Agar shu oilasining ishini to'g'ri bir taraf qila olsa, yo'ldoshining xizmatiga yarasa, farzandlarini yaxshi tarbiyalay olsa, bu asli shu dunyodagi eng ulug' insonlarning sanalsa bo'ladigan kishilar ekan. Chunki farzandlarni qataq qo'sh u yoqda tursin, bularning 9 oy 9 kun qo'saq ko'tirishi, doktorxonagacha bu mushaqqati, uni boshqa tarbiyalash jarayonidagi ajr mehnati hammasi xuddi biz hozir bir er kishi bo'lish sifatimiz bilan o'ylasak, bizning qo'limizda hech qachon kammaydi. Asosan degidek ayollar bolalarni tarbiyalab chiqib xato qilsa shu ayollarkin shu. Bizlar kichik vaqtimizda uqmaydi ekanmiz buni. 2005-yil Mustahkamga mehmon degan muzikalik teatrni bizning idora sahnalashtirdi. Tunji qatam muzikalik bir teatr ishlanishi. Shuningda bu Abdullah bilan Abdullah deydida, sen bu balni tug'ib xili qata qo'shding, endi sen bu sahnada rol o'ynasang bo'ladi. Bize tirishib baqqin deb shuning bilan u davlat tilida o'ynalgan asar. Ma'qul deb shuniki naqshi nimalarni akirib o'ginib degandek yetaklash bilan rejissorlarning idoramizning qo'llashi bilan mustahkamga mehmonda bosh rol Rasgulandam, Jingulandamning rolini Abdullah Amirning rolini o'ynab, mamlakat bo'yicha 6 musobaqaga uni 2009-yilgacha o'ynadik. U asar shu elishq tegishli mukofotning hammani oldi. Shuningda men o'ynab chiqib murodimga yetib oldim. Naqshinimi aytdim, rolnimi o'ynadim. Shundoq yaxshi naqshlar va yo'ntam yo'llari birga aytadigan. Uning keyindan Almaxon
degan yani muzikalik teatrni ishladi. Uningda Neyma deb baş rolchininki inik anisining obrazini yaratdim. Undan belak etotlar bo'ldi, yana boshqa asarlar bo'ldi. Ish qilib ekranda ko'rinmagan bilan idoramizning vazifasini to'liq ado qildim. Sahnada ko'rinib turdim degan. Sahnada ko'rinib turgandan keyin tashkilimizmi menga buningga natija bersak bo'ldi ekan deb davlatlik birinchi daraja degan natijani berdi. Demak bu masalan abaydan beri dedik Abdullahning oldi kaynida mundaq xizmat andaq qildik, qo'lladim dedik. Gerçi bu ishlar jafoliq bo'lgani bilan men uchun mushu xalqimiz Abdullahning naqshlarini söynüp anlasa, xalqimiz bunu qo'llasa, shundaq beshiga elib ko'tarsa, men uchun baxt deganning o'zi shu. Men buningga intayin rozi ham bundan keyinmi? Demak shu Abdullahning tepsisining ichida sen ham tepang bor ekan. Rahmat. Bundan keyinmi buning aşı davomliq sağlam bo'lishini, tenining saq bo'lishini, ovozining teximmi bilan yaxshi chiqishini tilash bilan birga yana davomli o'zimning kuchining yetishicha buning bundaqlarni qilib birman ham buning xizmatini qilishga roziman ham bolalarimizning xizmatini qilishga baxtliman qisqasi siz uchun ham hammalar uchun men yana baxt ichida deb o'ylayman. To'g'ri deysiz. Baya Aminam o'zining yurak so'zlarini aytish jarayonida ma'lumimiz Mayra apayni tilga ilib o'tdi. Shu bizning guruhdagi bolalar shu Mayra apay to'g'riliqmi azroq bir bizga bo'lgan bir tilak so'zlarini o'rlashtirib elib kelgan ekan. Mayra apay yaxshimisiz? Biz hozir sizni xush keldingiz programmasidan ziyorat qilyapmiz. Abdulla Abdurahim apandim, Amina Umar xonim, Muxtar Abdulla apandim va Abdukiram Ablus apandim qatorliq mushunaq cho'lponlarimizning hammasi sizning sinfingizda o'qib ekan. Mushu cho'lponlarimizning oliy maktabdagi o'qish ahvoli to'g'risida ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu Abdulla Abdurahim qatorliq o'quvchilar 88-yil maktabga bizning ishchiyanki Drama fakülteti o'qishga keldi. 87. Apay 87. To'liq kurs qurdik. Shu to'liq kursni o'quvchilari, birinchi qaror o'quvchilari bular. Naqsh darsida naqsh ovozni chiqarish, asos silish uchun bular go'zal ovoz mashqlarini asos qilib tarbiyalaydi. Buni qarta Abdulla sal yetişemeye kaldı. Çünkü Abdullah'ın asıl özündeki tabii şartlarıydı. O güzel avaz maskemeydi. Şunu tuş gelip sen ruh icadın tesir gösterdi. Şu vakitlarda özünün şu güzel avaz biraz kıymevat kaldığını, güzel avazını kandak ilerleyip kandak çıkırışını bilmeyerek kaldığını bana aytgan ekan, men dedim siz özünüz avazınızı qanday chiqarishni xohlasangiz, shunda chiqarib aytaverin. Uni pek boshqa turib ketmang. Shu o'zingiz xohlab chiqargan ovoz, o'zingiz chiqaradigan ovoz, o'zingiz kifodlagan shu ovozingiz eng go'zal. Shunda aytaverin. Dedim shuni bilan bu bola axir o'ziniki shu ama bu naqshlarni etish yo'li olmoqdi. Endi o'qish jarayonida hamma ish bir xil ritmda bo'lmaydi. Ba'zi vaqtda har xil qiyinchiliklarga duch keladi, ba'zi ishlarni hal qilolmaydi, ruhiy jihatdan tushkunishidi. Shunday bir ahvolda Abdulla meni qishmagan kelgan vaqtda men shunday degan. Siz tirishing. Aldığınızı qarab mağayıverin. Siz kelgüsüde intayin yaramlılık, yaxşı bir san'atkar olup yetişmişsiniz. Şunçılık sizde şundaq bir asas var. Yani çünkü ben şundaq bulduğum közümü yedirdi. Ama şundaq oquvchilarni tarbiyalab chiqarganligimiz uchun bizning aytdi faxrlanamiz. Bugün hamda mushu suhbatimizning oyig'ida savodoshlarim oddiy bo'lsin sizlar uchun men o'zimning bir ko'nglimni ifodalagim keldi. Shunda so'g'ga salom izlab xeyli bir o'ylandim.
Maralışlı kavutlarına kepsen de misin? Şuna yaqinroq bir ish qildim. Buni jiq o'ylash orqali men o'yladim hamda hozir bizning davlatimizning umumyuzlik g'alliq saviyaga yetishda g'alaba qozonishga oz vaqt qolgan. Shuning uchun kurash qilayotgan bir vaqtda Janub Shinjongning Qashqar viloyatining Pezvat nahiyasidagi dehqonlarimizningki yerlik mahsulotlarni dehqonchilik kooperativi orqali umumlashtirib, marka qo'yib, ism qo'yib, shu nahiyelik hukumatning, partiyakomning yordam orqali buni bu dehqonlarning yerlik mahsulotlarini sirtqa tunishtirayotganligini, chiqarayotganligini, shu orqali shu dehqonlarimizning kirimini ko'paytirib, alliq saviyaga yetish xizmatini ilgari surayotganligini tushunib yetgandiki, ular bilan maslahatlashib, menimcha dedim, bizning programmamiz cho'qim bu ishga o'zining tegishli hissasini qo'shish kerak. Jamiyatga illiqlik, to'g'ri fikr, to'g'ri maydon, yaxshi bir kayfiyatni tartish kerak degan maydonda men shu dehqonlarimizning, ya'ni Pezvat nahiyasidagi shu dehqonlarimizning dehqonchilik kooperativida ishlangan yerlik mahsulotlarni do'stlarimga, savoqdoshlarimga sovg'a qilishni to'g'ri topdim. Bu Pezvat nahiyasiningki dehqonlari, keng dehqonlarimiz, qarindoshlarimiz o'zi beg'da naiti ko'ngil qo'yib, tanlab. Bo'ldi, rahmat. Shu shundoq Amsa olmay satdi. Az Osmondan naq. Ben qo'rqib kelib qoldim, men sani beraman. Rahmat. Hammamiz shu jamiyatning har qaysi qatlamida ishlayotgan shu savoqdoshlarimizga o'zimizning salomimizni yo'llash bilan bir vaqtda shu savoqdoshlar maydonidan ustozlarimizga, xuddi Mayra opaga o'xshash, ya'ni bizda nurg'un ma'lumlar bo'lgan, har qaysi kasblarni, har qaysi ma'lumlar bergan hammalarga biz chin yuragimizdan rahmatlarimizni bildiramiz. Aldıyım aytıyorum. Siz müşteriler tüketmekçi mi ya? Sizin bir nakşı etmemizde kanda turan. Ben nakşam cık anılgan dikin deyman bu. Bana kılay, bizim tuncu gıtım İsa'da ama akan bir teksizip xatның arasını sap koyuptu ki. Sen bir salam xatı Elki küz gelip özcürt mağına gül çiçek buldu kazanma. Dediğin bir teksizde geldi. Şu olan biz şu vaxtıyla bayam dedim ki biz ortakalda ötkende xatını tam okuduk. Okugandan keyin çıkıp bir tarz üzülüp ketken bu bir gitar bilen şurada bir icadet olgan. Yatakta oturup mu? Muhtar Sema ba. Şulan kim bu nakşa cemiyet kim takıldı çık model ketdi. Ay şu tuncu ketim bize yatak çıkan icadet onu bir etmesen kanda ola. Ne çalındım bunun da? Gelip uzun bana ite gül çiçek buldu hazan Küz gelip uzun bana gül çiçek buldu hazan Hasreti gülüm kırar
qildim qadriga yetkim ko'ngilni ay ko'ngillarga Şinjan Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati ko'ngil qo'yib tujublar ishlab chiqargan mahsulotlar oilangizda kam bo'lmasin. Albatta, u siz uchun salofat va latofat ato qilgusi. Xayr qarindoshlar, kelar sonda ko'rishaylik. Uyda goh safarda choch osrimoq bo'lsang agarda